Qo'shiqlari sabab tinchi buzilgan Rajabiylar sulolasining kuyovi Ravshan Komilov 61 yoshda. Odam bo'laylik, nolima, muqaddas ayol, yurishlaring yoqadi kabi bir qator qo'shiqlari bilan o'zbek xalqining yuragidan joy olgan xonanda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ravshan Komilov Rahimovich 26 oktyabr kuni 61 yoshni qarshiladi. O'zining ta'biri bilan aytganda, Ravshan Komilov hech qachon ijoddan ortda ham qolmagan, ilgarilab ham ketmagan, oltin o'rtalikni mahkam tutgan. Xonandaning tug'ilgan kuni munosabati bilan uning hayoti va ijodiy faoliyatiga to'xtalamiz. Ravshan Komilov 1964-yil 26 oktyabr kuni Toshkent shahrida tug'ilgan. Otasi suv-so'z boshqarmasiga bosh muhandis, onasi esa to'qimachilik kombinatiga rahbar bo'lgan. Yosh Ravshan dastlab musiqa maktabida ta'lim oladi va madaniyat texnikumini tamomlaydi. So'ngra pedagogika oliygohining musiqa fakultetini bitiradi. Ota-ona musiqa yo'lidan ketishimni xohlashgan, ammo o'sha paytlar bunga sharoitlar bo'lmagan. Onam meni oppoq kostyum-shimda katta sahnalarda skripka chalayotganimni ko'rishni orzu qilganlar. Shu sababli meni musiqa maktabiga o'zlari olib borganlar. Keyinchalik u yerda Qashqar rubobi bo'yicha tahsil olganman. Shunday vaziyat ham bo'lganki, birdan musiqaga qiziqmay qolganman. Har kuni rubobni ko'tarib o'qishga ketyapman derdim-u, stadionga borib to'p tepardim. So'ng kechga yaqin changga belangan rubob bilan uyga qaytardim. Bu hol bir oyga yaqin davom etdi. Onam bilib qolgandan keyin dakki berib, o'zi men bilan birga borib ustozlardan uzr so'ragan. Agar o'shanda onam majburlamaganda san'atni davom ettirmasligim aniq edi, deydi xonanda. Milliy estrada sohasidagi faoliyatini 1987-yildan boshlagan. Xonanda Ravshan Komilov o'zini otasini dehqon oilasidan, onasini esa katta savdogarlar oilasidan deb ta'riflaydi. Ravshan Komilovning o'g'li Farruh Komilov ham otasi kabi san'at yo'lidan ketgan. Nozima va Durdona ismli qizlari esa uy bekasi, kichik o'g'li Farhod esa otasiga tadbirkorlik ishlarida ko'maklashadi.